Shahlo Ahmedova, Muhammad Ziyo, Jahongir Poziljonov va shu bilan bir qatorda vodiylik san'atkorlarga biz iltimos qilib video murojaat bilan chiqyapmiz. 12-dekabr sanasiga salkam 200 ta yetim bolaga andijonlik bir akamiz to'y qilib beryaptilar. Sunnat to'y qilib beryaptilar. Xayriya ehson sifatida endi mana shu yetim bolalarni hamma kamchiliklarini qilib to'y qilyaptilar. Mana shu bolajonlarning iltimosini inobatga olgan holda biz video murojaat bilan chiqyapmiz. Jahongir Poziljonov so'rashyapti. Otabek Muhammad Zohid so'rashyapti. Shahlo Ahmedovani so'rashyapti. Botir Qodirov so'rashyapti. Hamma mana shu bolajonlarning ko'ngliga qaraylik degan maqsadda biz video murojaat bilan chiqyapmiz. 12-dekabr sanasiga agar mana shu ismlarni tilga olib o'tgan san'atkorlar va qolgan vodiylik san'atkorlar agar bo'sh bo'lsa, keladigan rasxoti keldi ketsin biz bo'ynimizga oladigan bo'ldik. Imkoniyatlaring bo'lsa, sizlardan shuni iltimos qilamiz. Yetim bolalarni ko'nglini ko'tarib, kayfiyatini ko'tarib, bir 4 donadan qo'shiq aytib berib ketsalaring biz yana ham xursand bo'lamiz. Sizlardan shuni iltimos qilib video murojaat bilan chiqyapmiz. Bu videoni kengroq tarqalishiga yordam qilasizlar. Like bosib, mana shu ismlarni tilga olib o'tgan san'atkorlar va qolaversa, umuman olganda polniy san'atkorlarga bu videoni tarqatib qo'yasizlar degan umiddaman. Albatta yo'q deyishmaydi. Agar qalbida iymoni bo'lsa, qo'lida Qur'oni bo'lsa, chin sevgani Alloh bo'lsa, albatta yo'q deyishmaydi. Hurmat bilan Kamina Yashnarziyo, kengroq tarqatib, like bosib, o'zlaringni fikrlaringni yozib qoldirasizlar. Mana shu san'atkorlar keladimi, yo'qmi? Yetim bolalar uchun kelib beringlar, akalar, sizlardan iltimos qilamiz. Jonlaringiz omon bo'lsin. Sog' bo'linglar.